Haya qilmay Xitoy onamdan faxrlanaman, Xitoy dadamdan faxrlanaman deysan. Yana texavoy sening onang Xitoy ekan-ku deganlarni bular qarshi dushmanlashinglar yo'q, oq yo'q, ko'k yo'q. Shuning uchun sen o'ttirib chiqib hech haya qilmay Xitoy bilan rasmga tushib, Xitoyning yaxshisi bor, men Xitoydan nafrat qilmayman degansan. Tomurindagi qon sanga degizgan. Bizga o'xshash tomurdagi qonda Xitoylik yo'q, Uyg'urlar unda gaplarni deyishga ma vijdonimiz qo'ymaydi. Ma'qul sen tomuringda Xitoyni qiynab ekan, bir tarafdan Xitoy ekan. Hech bo'lmaganda Xitoyligini yushurg'in, mishksan bizning aramizda yuribsan. Xitoyga qarshi da'vo qilyapsan. Bizning aramizda yuribsan. Bizning aramizda yurgan, o'zing Uyg'ur ko'rsatib Xitoyga qarshi da'vo qilgan, andan keyin Xitoyni yomon ko'rmayman degan. Xitoyni yomon ko'rmasan, Uyg'urni yomon ko'ramisan. Sen albatta Uyg'urni yomon ko'rmaysan, dadang Uyg'ur ekan. Xitoyni yomon ko'rmaysan, chunki onang Xitoy ekan. Xitoy musulmon bo'lsa ham tungan bo'lmaydi. Tunganmi Xitoy? Tunganmi Xitoy? 31-yildan 38-yilgachilik chaqirib akagan, "Oy, mabufam Beychongchisini o'ltirdikan, kelmaydi" deb chaqiradigan Xitoy tunganlar, musulmon bo'lgan Xitoylar. Qumuldan kirib ta xotanni shikatchilik 50 mingdan Uyg'urni beshikli bolasidan qirib tashlayotgan. Shularni cho'ngdidan bosnin bo'pti. Halbuki musulmon bo'lgan Xitoy ekan, cho'ngdidan o'zini og'zidan angladik. Undaq bo'lgandan keyin ochiq oshkora Xitoyga nafrat qilgan bu vijdonimizni g'idig'lamasan. Agar ashunday ochiq oshkora Xitoyning rasmini chiqarib, men Xitoyni nafrat qilmayman, Xitoyning yaxshisi bor demasang, bizning sen bilan ishimiz yo'q. O'tirib chiqib so'zlaysan, "Va adam bilan bo'l" degandan keyin bizga menga dushmanlik qildi. Kelinglar men bilan birga bularga dushmanlik qilinglar. Voy, senga kuchimiz yetadi, oy. Senga kuchimiz yetadi. Xitoyga kuchimiz yetmagan bilan senga kuchimiz yetadi. Hozir Xitoyga kuchimiz yetyapti. Butun dunyo orqamizga elib xalqaro mediada Xitoyning og'zidan bular qo'ng'idinglar chiqaryapmiz. Senga kuchimiz yetadi. Men Rabiya Qodir xonimni ana Uyg'urni nimishki bunda lingir taqtaqkin deb tikanman. Va ukisining xotini Xitoy ekan-ku. Unda bo'lganiga lingir taqtaq bo'ladi-da albatta. Qandaqsiga ukisining bolasining onasiga dushmanlik qiladi inson. Senda bayig'iz bizdimi bor? Sening gapingni anglab aqli yo'qlar santirib qo'ygan bilan bizning gapimizni anglagandan keyin qaytib keladi bizga. Bu yerda senga dushmanlik qilganimiz yo'q. Ammo sen bizga dushmanlik qilyapsan. Hadda bilan bo'ldayapmiz biz. Onang Xitoy ekan, uni yoshirib yurishing yetmagandek. Yana texe Xitoy yaxshi, Xitoyning askisi bor, yaxshisi bor. Men Xitoy bilan birga turib rasm tushiman. Nima deysan? Qanday qilasan? Deb bizga urush e'lon qilganda Xitoyning rasmini chiqarib qo'yib o'ttirga yugurib sahnada bizga dushmanlik qilib, hadda bilan bo'ldik biz. Sen bizga qilgan dushmanlikni biz qilmadik. Hadda bilan bo'lgan dedik. Biz senga qarshi bir rasmni chiqarib senga dushmanlik qilmadik. Sen Xitoy bilan birga chiqqan rasmni bizga o'ttirib chiqib Facebook'laringda men Xitoy bilan birga turman. Nima deysan? Qanday qilasan qani? Xitoyning yaxshisi bor. Men Xitoyni yaxshi ko'raman deysan. Buningdan cho'ng haqorat bir o'zini Uyg'ur hisoblagan birisi uchun bizga yo'q. Ammo sen abjashkansan, abjash, shalg'ut. Unda bo'lgan ko'toni qis qildigan harakatlarini biroz hadda bilan qil. Uyg'ur millati Xitoyga qarshi qilayotgan mush milliy mustaqil harakatida sen o'xshash shalg'ut abjatlarga ehtiyoj yo'q. Qilsang biz bilan bir sap turib qil, bo'pti, ha. Qilmasang ko'toni qis. Bizga qarshi dushmanlik qilma. Xitoyning yaxshisi yo'q. Agar dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa tashkilotlar agar milliy manfaatlarimizning ijobi Tayvan hukumati bilan demokratik Xitoylar bilan bir safda turib Xitoyga qarshi harakat qiladi ekan, u tashkilotlarimizning bir ishi u. Tashkilotlarimizning ma'lumoti daxilida ivatgan kishilar qiladi. Sening shaxsiy Xitoy bilan bir safda turib bizga dushmanlik qilish haqqing yo'q. Unda ekansan Xitoy bilan bir safda turg'in, bizning safimizga kirma. Ba'zilar deydi, "Voy bu bola ish qila oladi ekan." Agar ish qiladigan bo'lsa, aka Beijingdan 1000 dona Xitoy ekan. Ashlarmi obda ish qiladi. Ammo bizning ziynimizga ish qiladi. Ma'adashga o'xshash. Xitoy rasmini chiqarib qo'yib, "Men Xitoy bilan bir safda turman." Nima deysan? Xitoyning yaxshisi bor. Men Xitoyni yaxshi ko'rmayman, yomon ko'rmayman. Men Xitoyni yomon ko'raman. Men bir umr 61-yildan tortib vatandan chiqqan 79-yilgachilik 18 yil Xitoy bilan birga yashadim, birga o'ynadim, birga ishladim, birga yotdim, birga yedim. Chunki men majburdim. Ammo hozircha o'sha Xitoylarning hammasini bolalari bilan navlari qo'shib olmoq gapirsin.
Bana şu imkoniyatni bersin. Hammani chanab o'taman. Chanab o'taman. Nima ishga? Meni chanab o'tdi. Yaxshi, yomoni, cho'ngi, kichigi Xitoylar bo'lsa meni chanab o'tdi. Mening urug' tuqqanlarim chanab o'tdi. Mening yutuqlarimni chanab o'tdi. Mening millatimni chanab o'tdi. Kim o bilansa, sening onang. Sening onangning onasi, sening onangning onasining onasi, sening onangning dadasining dadasi. Xitoylar va tunganlar.